ertalabdan kechgacha shu lapatgacha bilan yer kovlaveraman, mashina pastga chuqurroq qozaydi, shu narxlarni yana pasaytiradi. Shu men maqsadim mashinalar narxini ochiq shakarda tushirib taylash. U ishni qilsam hamma gapiradi. Endi bunday qilyapti Akmal aka deydi. Hammadan arzon olyotdi, hammadan ko'nglini choq qilib beryotdi. Nima u hammadan baland olyapti endi deydi. Men o'zi bozor qilgan narxdan ham past so'rayman hamma mashina. Realni ko'ring-da. Savdo qilib, savdoni sal to'g'ri kelmaydi. O'sha bozorga ham o'sha pul so'radi. Bu narx shu diyor. Bularning narxi mana sizlar savdolarini bilmayman. Pattolar tirab borsa toqqa chiqqandan qilib 135 ming narx. 30 mi? Agar mabodo savdomiz Instagramga chiqsa xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, nima xafa bo'lamiz? Ha. Endi qanday kimdir norozilik bildiradi-da, endi bizning ishimiz shu. Misol kimdir narxgadir olib qolsa, generalni dayanisham berasiz. Shu uchun so'rayapman-da. Aha. Ziyoni tegsa atkazib berasiz. Bezmonmi? Bitta ko'rib chiqay mashinada. Savdo qilib, savdoni sal to'g'ri kelmaydi. O'sha bozorga ham o'sha pul so'radi. Bu narx shu diyor. Bularning narxi mana sizlar savdolarini bilmayman. Pattolar tirab borsa toqqa chiqqandan qilib 135 ming narx. 30 mi? Bundayda, Akmaljon, endi shu bizlar hozir vaziyatimiz shu majbur bo'lganimiz uchun sotyapman-da buni. Bo'lmasa sotish niyati yo'q. Hamma ham shu qandaydir muammosi bo'ladi aka. O'zi yangi mashina bu. Shundan kechmoqchimisiz? O'sha muammongizni hal qilmoqchimisiz? Hal qilishimiz kerak. Shu, maqsad shuki. Endi men sizning molingizni yerga urish niyatim yo'q. Bu bir. Men olsam ham hozir shuni kimga bo'lsa, meni baraka desa, men deb shunday beradigan odam. Shunday. Ve pulini berib yuborsam ham o'zini puliga yana sotaman men. Shu yil shunday biz uchun. O'zi oz qoldi, sabr qilib turibman. O'tqarib olay o'zim bilaman. Hazil. Avvalo sizning mushkulingiz oson bo'lsin. Bitta yangi yil mana shunday. Oz qoldi. Shu bayramga shunga kimgadir egasi beraylik yana. Mayli, bu yog'ini. Meni yordamim qarang. Meni yordamim qanday? Meni yordamim men ochiqcha guning hammadan arzon olib kimgadir berish. Meni yordamim bunday. Hozir siz menga teskari yordam so'rayapsiz. Endi shunaqa bitta yarim shunaqa ham bo'lib turadi. Qilmayman bu ishni. Qanday qilasiz? Nima marka bo'lishidan qat'iy nazar hamma mashina minsin deyman. Arzon olsin deyman. Narxni tushirish boshqa narsa uchun unutmayman. Bering shuni 35 naq pulga. Yo'q. Kejon endi. Xafa emasmisiz uni? Yo'q, xafa emas. Bayramda yaxshi o'tgan. Rahmat. Aqlim yetgani 35 gacha. Mayli. Ha. Yo bo'lmasa shu bozordan ustun tomon qilib bir 136 qilsam berasizmi? Ya endi bu birlar bo'ladigan bo'lsa, mana buni so'rayotmayman.